Ketdik. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Men Ruslanbek Rasulov bo'laman. Bugun yana sizlar bilan falsafa darsini davom ettiramiz va falsafa fanidan bugun 7-mavzuyimiz, ya'ni tafakkurning shakllari hisoblangan tushuncha, hukm va xulosani o'rganib chiqamiz. Bugungi o'tadigan mavzuyimizni sizlar bilan 4 ta reja asosida o'rganib tahlil qilamiz. Aynan mavzuyimizning birinchi rejasida tushuncha o'zi nima va uning turlarini o'rganib chiqamiz. Ikkinchi rejamizda tushunchalar bilan olib boriladigan mantiqiy amallarni. Uchinchi rejamizda esa hukm, tafakkur shakli sifatida oddiy va murakkab hukmlarni ko'rib chiqamiz. Hamda 4-rejamizda xulosa chiqarish haqida fikr bildirib o'tamiz. Xo'p, tushuncha va uning turlari. O'zi inson buyum va hodisalar haqida tushunchaga ega bo'lish uchun avvalambor ularning nomlarini bilish zarur bo'ladi. Biz har qanday narsaning oldin nomini bilsakkina, u haqida bizning miyamizda, tasavvurimizda nimadirlar paydo bo'ladi. Xo'p, shu o'rinda bir savol paydo bo'ladi. Nom nima? U tushuncha bilan aynanmi degan savol paydo bo'ladi. Albatta, nom alohida predmetni yoki predmetlar guruhini belgilovchi til ifodasidir. Masalan, olib qaraydigan bo'lsak, Amir Temur so'zi bu Temuriylar saltanatining asoschisi hisoblangan bobo kalonimiz Amir Temurning nomlari bitta so'z. Yoki o'qituvchi so'zi bilim beruvchi inson ma'nosini anglatadi. Yoki qizil degan nom bu albatta barcha narsa va buyumlarning rangini anglatishini barchamiz bilamiz. Demak, shunday fikrga kelishimiz mumkinki, albatta barcha narsalar uchun nom juda ham muhim hisoblanar ekan. Endi tushuncha va uning hosil bo'lish usullarini ko'radigan bo'lsak, o'zi tushuncha deganda bu buyumlarning umumiy muhim belgilarini inson ongida yaxlit aks ettiruvchi tafakkur shakli hisoblanar ekan. Xo'p, tushuncha qanaqa hosil qiladi, qaysi usullar orqali hosil qiladi degan savolga tushunchalar analiz, sintiz, umumlashtirish va taqqoslash, shuningdek abstraksiyalash orqali tushunchalar hosil qilinadi. Davom etamiz. Tushunchaning, endi biz biladigan tushunchaning mazmuni bor va hajmi bor. Xo'p, oldin mazmuniga to'xtalib o'tamiz. Endi mazmun deganda fikr qilinayotgan predmetning muhim belgilari to'g'risidagi axborot uning mazmunini tashkil qiladi. Mana misol uchun image degan tushunchani oladigan bo'lsak, uning mazmuni o'sha shaxs, tashkilot yoki boshqa bir ijtimoiy obyektiga mos keladigan va uni idrok etishda unga kerak bo'ladigan, uni to'ldiruvchi va unga mos keladigan tushuncha bu idrok tushunchasini anglatadi. Va idrok tushunchasida uni idrok etishda image tushunchasini tahlil qilayotgan paytimizda albatta uning mazmuni shu image orqali namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bu albatta uning mazmuni hisoblanadi. Endi tushunchaning hajmiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, tushunchaning hajmi bu unda fikr qilinayotgan predmetlarning yig'indisini aks etadi. O'sha yig'indalar miqdori qanchani o'z hajmida ko'rsatib o'tyapti tushuncha orqali degan savolga javob berish kerak bo'ladi. Va misol qiladigan bo'lsak, orol degan tushunchani oladigan bo'lsak. Albatta, biz orol degan tushunchani olayotganimizda u barcha yer sharidagi orollar nazarda tutilyapti va bu keng tushuncha hisoblanadi. Tushunchani ifodalovchi so'zda ko'plik ma'nosilar bo'lmasa ham u umumiy hajmga ega bo'lishi mumkin. Mana misol qilib oladigan bo'lsak, inson, uy, davlat kabi tushunchalarni oladigan bo'lsak, insonlar qo'shimchasi yo'q, lekin inson deganda barcha o'sha umumiy insoniyat nazarda tutilyapti. Yoki o'sha davlat deganda butun boshli barcha davlat nazarda tutilyapti. Ya'ni lar qo'shimchasini qo'shishning hojati ham yo'q. Davom etamiz. Aynan hajmiga ko'ra, endi tushunchalarimiz hajmiga ko'ra ham turlarga bo'linadi. Ya'ni hajmga ko'ra birinchi turi bu yakka tushunchalar hisoblanadi. Yakka tushunchalarda bitta predmet nazarda tutilgan bo'ladi hajmga ko'ra. Misol qilib oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi. Bu yakka tushuncha. Ya'ni faqatgina bittagina tushuncha. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi nazarda tutilyapti. Yoki Ko'kaldosh madrasasi, yoki Ulug'bek madrasasi, yoki UMFT universiteti binosi
Bu yerda yakka tushuncha nazarda tutilyapti. Ikkinchi tushunchamiz umumiy tushuncha bo'lib, predmetlar guruhini aks ettiradi. Ya'ni unda ko'pchilik nazarda solingan bo'ladi umumiy tushunchada. Mana misol uchun misol qiladigan bo'lsak, inson. Inson degan tushunchada umumiy tushunchalar yoki stol yoki stul degan aytsak, barcha stollar yoki barcha stullar nazarda tutilyapti yoki shoir desak, barcha shoirlar nazarda tutilyapti. Umumiy tushunchada. Endi shu o'rinda umumiy tushunchalarni aks ettiruvchi predmetlarning miqdori sanaladigan va sanalmaydigan bo'lishi mumkin. Xo'p, endi mana bu yerda inson deganda sanalmaydi. Barcha insonlar kirib ketadi. Shu o'rinda yana bir misol keltiramiz. 19-asr o'zbek shoirlari. Bu sanaladi. 19-asrdagi o'zbek shoirlarini sanasa bo'ladi. Yoki Nobel mukofotini olganlar. Aynan Nobel mukofotini olganlarni sanasa bo'ladi. Demak, tushunchalarimiz ham, aynan umumiy tushunchalar ham sanaladigan va sanalmaydiganlarga bo'linar ekan. Hajmga ko'ra keyingi tushunchamiz bu ayiruvchi tushunchalar hisoblanib, ayiruvchi tushunchada shunday sinf tushunchasiki, unda aks etgan belgilar shu sinfning har bir predmetiga xos hisoblanadi. Ya'ni misol qilib oladigan bo'lsak, fan yoki non aynan ma'lum bir sohaga fan, ya'ni o'qish jarayoni bilan bog'liq. Non bizni tabiiy ehtiyojimiz, biz yashashimiz uchun kerak bo'ladigan ozuqa bilan bog'liq non. Demak, bu ayiruvchi tushuncha hisoblanadi. Undan tashqari to'plovchi tushunchalarimiz ham bor. To'plovchi tushunchalarimiz bu umumiy tushuncha bo'lib, unda aks ettirgan belgilar shu sinfning umumiyligini tashkil qiladi. Mana misol qilib oladigan bo'lsak, umumiyligini aks ettirish jarayonida o'rmon. Aynan o'rmon degan tushunchada u umumiyligi, ya'ni uni tarkibida hamma narsaning tarkibi kiradi yoki qo'shin. Qo'shin degan tushuncha ham bu to'plovchi tushuncha hisoblanadi. Keyingi hajmga ko'ra tushunchamizning turi bu bo'sh hajmli tushuncha hisoblanadi. Ya'ni bo'sh hajmli tushuncha. Ya'ni bo'sh hajmli tushunchada real voqelikda mavjud bo'lmagan, real hayotda yo'q, lekin tushunchada ifodalanadigan buyumlarni biz kiritishimiz mumkin. Ya'ni misol qilib oladigan bo'lsak, bu tushunchalar uchar gilam, kentavrlar, sikloplar yoki o'sha simob dengizi kabi misollarni keltirishimiz mumkin. Aynan bo'sh hajmli tushunchalarda bu real voqelikda bo'lmagan narsalarni biz mana shu turdagi tushunchalarga kiritishimiz mumkin. Davom etamiz. Aynan mazmunini, ya'ni mohiyati bo'yicha tushunchalarimiz ham 6 ta turga bo'linadi. Boya ko'rganimiz hajmi bo'yicha edi, endi mazmuni bo'yicha 6 ta turga bo'linadi. Birinchi turi konkret tushunchalar. Ya'ni konkret tushunchalarda predmet o'zining belgilari bilan birgaligida ifoda qilinadi. Ya'ni misol qilib oladigan bo'lsak, konkret tushuncha aniq bo'ladi. Uy degan tushunchani oladigan bo'lsak, yoki guldon yoki traktor. Traktor degan tushunchani olganimizda bu aniq, mazmuni bo'yicha aniq va barcha belgilar o'zining ichida. Ikkinchi mazmuni bo'yicha turi bu abstrakt, ya'ni mavhum tushuncha bo'lib, unda fikran ajratib olingan va alohida aks ettirilgan munosabatlar ko'rsatiladi abstrakt tushunchalarda. Mana misol qilib oladigan bo'lsak, oq, bosim, qo'rquv, sevgi, do'stlik, bular mazmuni bo'yicha mavhum bo'lgan, ya'ni abstrakt bo'lgan tushunchalarimiz hisoblanadi. Albatta, do'stlik degan tushuncha ham bu abstrakt, mavhum, ya'ni o'sha qo'l bilan ushlab ko'rib bo'lmaydigan tushunchalar hisoblanadi. Yoki mazmuni bo'yicha turidan keyingisi bu musbat, ya'ni ijobiy tushunchalar hisoblanadi. Ijobiy, ya'ni biz uni ma'nosini, mohiyatini anglayotgan paytda bizda ijobiy tushuncha paydo bo'ladi. Mana misol qilib oladigan bo'lsak, aqlli, uyli, hunarmand. Aynan aqlli degan so'z, aqlli degan tushuncha bu musbat tushuncha, ijobiy tushuncha. Yoki hunarmand, bir sohani yoki kasbni egasi hunarmand. Bu ham albatta musbat tushuncha hisoblanadi. Endi shuni teskarisi manfiy yoki salbiy tushuncha ham bor. Mazmuniga ko'ra salbiy tushuncha oladigan bo'lsak, aynan salbiy tushunchada unga xos bo'lmagan belgilar orqali ifodalanadi. Ya'ni oladigan bo'lsak, aqlsiz bola,
hayosiz odam yoki kuchsiz jangchi, foydasiz ish. Va mana bu tushunchalarning barchasi manfiy yoki salbiy tushunchalar deyiladi. Keyingi turi bu nisbatdosh tushunchalar. Bunda tushunchalar bir-biri bilan nisbatan bir-biriga yaqinlik hosil qiladi. Nisbatdan va shuning uchun nisbatdosh tushunchalar deyiladi. Ustoz va shogird. Nisbatdosh tushunchalar. Qattiq va yumshoq yoki sevinch va qayg'u. Mana bu tushunchalar bir-biri bilan nisbatdosh tushunchalar hisoblanadi. Oxirgi turi nisbatsiz tushunchalar. Ya'ni bir-biriga hech qanday nisbati yo'q. Ya'ni zaruriy ravishda bir-birining mavjud bo'lishini taqozo qilmaydi, ya'ni shart emas ular birga bo'lishi. Universitet. Bu nisbatsiz tushuncha. Yoki guruh, velosiped, baho kabi tushunchalar bular yonida boshqa narsa bo'lishini taqozo qilmaydi. Bular bitta alohida o'zi ham bo'laveradi. Davom etamiz. Endi tushunchalarning umumiy belgilariga ko'ra ham ikkita guruhga bo'linadi. Bular taqqoslanadigan tushunchalar va taqqoslanmaydigan tushunchalarga bo'linadi. Endi mana shu ikkitani o'rganib chiqamiz. Xo'p, taqqoslanadigan tushunchalardan boshlaymiz. Aynan umumiy belgilariga ega bo'lgan mazmuni va hajmi jihatdan bir-biriga yaqin turgan tushunchalar taqqoslanadigan tushunchalar hisoblanadi. Misol qilib oladigan bo'lsak, kvadrat va rombni oladigan bo'lsak, aynan kvadrat va romb bular bir-biriga taqqoslansa bo'ladi. Ikkalasi ham o'sha hajm birligini bildiryapti. Yoki muhandis va olim. Muhandis va olim bular bir-biriga taqqoslanadigan. Yana misol qilib mana ko'rishimiz mumkin. Gullardan xrizantema guli va lola guli. Aynan xrizantema va lola guli bir-biriga taqqoslanadigan tushunchalar hisoblanadi. Endi taqqoslanmaydigan tushunchalar qanaqa bo'ladi? Ularda bir-biri bilan uzoq aloqada bo'lgan, ko'p holatlarda moddiy yoki ideal bo'lishdan boshqa umumiy belgiga ega bo'lmagan predmetlarni aks ettiradi. Ya'ni taqqoslanmaydigan tushunchalar bir-biriga mutlaqo zid bo'ladi va ularni bir joyda parallel ravishda olib kelish nomutanosiblik aks etadi. Mana misol qilib oladigan bo'lsak, planeta va daraxt. Planeta va daraxtni biz taqqoslay olmaymiz. Bular taqqoslanmaydigan tushunchalar. Yoki baxt va non. Yoki suv. Baxt va suv. Bu ikkalasini biz bir-biri bilan taqqoslay olmaymiz. Yoki chala cho'l bilan bitta pingvinni qo'ysak. Cho'l qayerda, pingvin qayerda? Bu ikkalasi ham taqqoslanmaydigan tushunchalar hisoblanadi. Endi taqqoslanadigan tushunchalarni o'zi ham ikkita guruhga bo'linadi. Bular sig'ishadigan tushunchalar va sig'ishmaydigan tushunchalarga bo'linadi. Endi ikkalasi ham hajmidan kelib chiqqan holatda. Taqqoslanadigan tushunchalarimiz ham sig'ishadigan va sig'ishmaydigan tushunchalarga bo'linadi. Aynan biz sig'ishadigan tushunchalarni 3 ta munosabatga bo'lamiz. Ana shundan boshlaymiz. Sig'ishadigan tushunchalarimizni 3 ta munosabati bor. Bu birinchi munosabati bu moslik munosabati bor. Moslik munosabatini tahlil qiladigan bo'lsak, misol uchun mana siz ko'rib turgan jadvalda A da Alisher Navoiy, B da Mahbubul Qulub. Aynan Mahbubul Qulub bu Alisher Navoiyning asari. Ya'ni Alisher Navoiy Mahbubul Qulub asarining muallifi. O'sha uchun Alisher Navoiy va Mahbubul Qulub bitta doirada sig'isha oladi. Chunki asar Alisher Navoiyga tegishli. Shu uchun ham sig'isha oladi. Ya'ni moslik munosabati bor bunda. Endi ikkinchi munosabati, sig'ishadigan tushunchalarning ikkinchi munosabati qisman moslik munosabati. Aynan qisman moslik munosabatiga misol oladigan bo'lsak, deputat. A'da deputat turadigan bo'lsa, birinchi qismimizda, ikkinchi qismimizda huquqshunos. Deputat va huquqshunos to'la uni funksional faoliyati bir-biriga mos kelmaydi, lekin qisman mos keladi, qayerlardadir qisman moslik bor. Shu uchun ham sig'ishadigan tushunchalarda qisman moslik munosabatiga biz deputat va huquqshunos masalalarni misol qilib olishimiz mumkin. Va qaysi huquqiy jihatdan mana shu deputat va huquqshunoslik munosabatlari bir-biriga qayerlardadir qisman mos kelishi mumkin. Uchinchi munosabat bu bo'ysunish munosabati hisoblanadi. Bo'ysunish munosabati hisoblanadi. Endi biz birinchisiga olishimiz mumkin, tarix deb oladigan bo'lsak, ikkinchi qismiga O'zbekiston tarixini olishimiz mumkin. Aynan tarix bir umumiy bir fundamental katta bir bo'g'on hisoblanadigan bo'lsa,
O'zbekiston tarixi uning tarkibiga kiradi. Demak, O'zbekiston tarixi tarixga bo'ysunadi va uning tarkibida bo'ladi. Va mana bu uning bo'ysunish munosabati hisoblanadi. Bu sig'ishmaydi, bu sig'ishadigan tushunchalarning 3 ta munosabatini ko'rdik. Endi sig'ishmaydigan tushunchalarning munosabatlarini ko'ramiz. Endi sig'ishmaydigan tushunchalarda bir-biriga bo'ysunish munosabati bor. Bir-biriga bo'ysunib, ya'ni birgalikda bo'ysunadi. Mana misol uchun oladigan bo'lsak, siz ko'rib turgan jadvalda A da shifokor, umumiy shifokor. Endi shifokorga birgalikda birga bo'ysunadi. Bular kardiolog va endokrinolog. A umumiy shifokor bo'ladigan bo'lsa, B da kardiolog, S da endokrinolog. Kardiolog va endokrinolog albatta ikkalasi birgalikda shifokorga bo'ysunadi. Chunki barchasi shifokorlar degan terminni tarkibiga kirib ketadi. Tushunchalik tarkibiga kirib ketadi. Ikkinchi munosabati bu qarama-qarshilik munosabati. Qarama-qarshilik munosabatida biz A sifatida oladigan bo'lsak, ta'm. Ovqat yoki nimaningdir ta'mini oladigan bo'lsak, unda qarama-qarshilik munosabati achchiq va shirin munosabat bo'lishi mumkin. Va mana shu ikkita tushunchada achchiq va shirin ikkalasiga qarama-qarshi va ikkalasi bir-biriga singishmaydi. Ikkita alohida ta'mni ichida bo'ladigan tushunchalar hisoblanadi. Endi keyingi munosabat bu zidlik munosabati hisoblanadi. Zidlik munosabatida A'ni o'zini katta bir doira qilib oladigan bo'lsak, A'ni tarkibida urush deb qo'yadigan bo'lsak, urushda zidlikda adolatli urush, uning ziddi adolatsiz urush. Aynan adolatli urush va adolatsiz urush ikkalasi albatta zidlashgan munosabatni tashkil qiladi. Mana bu tushunchani sig'ishmaydigan tushunchani 3 ta munosabatini ko'rdik. Birga bo'ysunish munosabati, qarama-qarshiliklar munosabati va zidlik munosabatini ko'rib chiqdik. Davom etamiz. Endi tushunchalar bilan ajraladigan mantiqiy amallarni ko'ramiz. Endi ular ham o'z navbatida ikkita guruhga bo'lamiz. Bular tushunchalarni chegaralash va tushunchalarni umumlashtirishdan iborat. Xo'p, tushunchalarni chegaralash qanaqa shaklda bo'ladi degan bir savol ham paydo bo'ladi. Bu albatta tushunchalarni chegaralash, uning jinsi hamda turi fikr o'tgan sari ma'lum bir davr mobaynida chegaralab olinib tahlil qilinadi va unda tushuncha chegaralanganda jins tushunchasining mazmuni tur tushunchasini hosil qiluvchi belgilariga qo'shiladi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni biz tushunchani chegaralash jarayonida u o'zining jins holatdan tur holatga ko'chadi. Mana misol qilib olamiz. Inson bu umumiy tur. Insoniyat turi. Inson. Ayol. O'zbek ayoli. O'zbek shoirasi. Uaysi. Endi umuman insoniyat turidan jinsga qarab o'zgardi. Insoniyat bu tur edi. Oxiri demak ayol, o'zbek ayoli, o'zbek shoirasi, shoira Uaysi. Shoira Uaysi demak jinsi o'zgardi, uni turdan jinsga qarab o'zgarganligini mana bu tushunchani chegaralash jarayonida ko'rdik. Endi tushunchalarni umumlashtirish. Bunda shunday bir qoida aytilyapti. Tushunchani umumlashtirish tur tushunchadan jins tushunchaga fikran o'tish to'liq emas. Aytyapti. Tur tushunchadan jins tushunchasiga fikran o'tiladi, deyapti. Mana misol qilib oladigan bo'lsak, bunga olma daraxti, mevali daraxt va o'simlik. Endi bu yerda e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, olma daraxti bordi. Olma daraxtidan mevali daraxtga o'tyapti. Keyin daraxtga, keyin o'simlikka. Va mana shu olma daraxti oxiri kelib o'simliklar turiga kelib taqalayapti. Va aynan bu jarayonga o'tish jarayonida faqatgina u umumlashgan holatda, ya'ni to'liq o'tmayapti. Umumlashgan holatda faqat uning mazmuni salgina mushohada jarayonida salgina o'zgarishlar kechishini ko'rishimiz mumkin. Endi tushunchalarni
ta'riflash bu definitsiya deyiladi, tushunchalarni ta'riflash. Aynan ta'riflashning strukturasi ikkita qismdan iborat bo'ladi. Bu aniqlanuvchi qism va aniqlovchi qism. Endi ko'ramiz. Aniqlanuvchi qism bor ekan, aniqlovchi qism bor ekan. Aniqlanuvchi qism mazmuni ochib berilishi lozim bo'lgan tushuncha. Mazmuni ochib berilishi lozim bo'lgan tushuncha bu aniqlanuvchi qism. Endi aniqlovchi qism nima? Aniqlovchi qism bu aniqlanuvchi tushunchaning mazmunini ochib beruvchi tushuncha hisoblanar ekan. Biz mana shu narsani tahlil qilayotgan paytda aniqlanuvchi va aniqlovchini bir-biri bilan tahlil qilayotganda alohida qilib, ya'ni ikkalasini chog'ishtirib yubormasligimiz kerak bo'ladi. Endi tasniflanishiga ko'ra turlari ham bor, albatta. Bular ta'riflashda biz 3 ta holatda uni tasniflash jarayonini 3 ta holatda ta'riflaymiz. Birinchisi nominal ta'rifi. Tushunchaga nominal ta'rif berishimiz kerak. Albatta uning nominal ta'rifi predmetni ifodalovchi tushunchaning ma'nosini aniqlovchi ta'rif, bu nominal ta'rif. Aniq real ta'rif esa predmetning muhim belgisini ko'rsatish orqali ta'riflash, bu aniq real ta'rif hisoblanadi. Endi noaniq real ta'rifda esa uning mazmun yordamida vosita orqali ochib berish hisoblanadi. Shu o'rinda aniq real ta'rif ham ikkiga bo'linadi. Ya'ni yaqin jinsi va tur belgisini ko'rsatish orqali ta'riflash hamda genetik ta'riflash. Noaniq real ta'riflash esa 3 ta turga bo'linadi. Bu ham aksiomatik, kontekstual hamda induktiv ta'riflar orqali 3 ta guruhga bo'lishimiz mumkin. Xo'p, davom etamiz. Endi ta'riflashning o'zini ham qoidalari bor ekan. Qoidalari ta'rif bu teng hajmli bo'lishi kerak. Ya'ni aniqlovchi, aniqlanuvchi va aniqlovchi tushunchalarning hajmlari o'zaro teng bo'lishi kerak. Hech qachon aniqlovchi va aniqlanuvchining hajmi bir-biridan katta yoki kichik bo'lmaydi. Ular har doim bir-biriga proporsiya, ya'ni parallel ravishda amalga oshiriladi. Aniqlovchi qanday bo'ladigan bo'lsa, aniqlanuvchi ham xuddi shu tartibda teng amalga oshiriladi. Ikkinchi ta'rif aniq bo'lishi kerak. Ya'ni unda obrazli iboralar, mazmuni noaniq so'zlar ishlatilmasligi kerak. Uchinchisi, ta'rif aylana shaklda bo'lib qolmasligi kerak. Ya'ni unda aniqlovchi tushunchaning mazmunini aniqlash uchun aniqlanuvchi tushunchaning o'ziga murojaat qilish mumkin emas. Ya'ni biron bir masalani muhokama qilayotgan paytda aniqlovchi aniqlanuvchini o'rganayotgan paytda yana qaytib unga murojaat qilishni tezroq ochib berishga yordam bergan bo'lamiz. Yoki ikkinchisi tasvirlash orqali. Biz tushunchaning mazmun mohiyatini, predmetni ma'lum bir uning tashqi belgilari orqali tasvirlab bersak va uning belgilari orqali yoki qaysidir bir alohida bir jihatlari orqali tasvirlab berishimiz uning aniqlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Yoki tavsiflash. Keyingisi tavsiflash. Tavsiflashda biz predmetning ba'zi munosabatlarini muhim tur belgilari orqali namoyon qilib berishimiz ham uning ta'riflash jarayonini yaxshilanishga xizmat qiladi. To'rtinchidan ko'rsatish. Ko'rsatishda biz aynan o'sha narsaning o'zini yoki suratini ko'rsatish orqali ta'riflaganimiz maqsadga muvofiq. Agar u narsa bizning yonimizda bo'ladigan bo'lsa, balki o'zini aynan o'zi bo'lmaydigan bo'lsa, uning suratini ko'rsatish orqali ta'riflash ishonchlilik qiymatini oshishiga xizmat qiladi. To'rtinchisi misol keltirib ta'riflash. Ya'ni misol keltirib ta'riflash jarayonida ma'lum bir predmet ta'riflayotgan paytda aytib uning mazmun mohiyati ochib berilayotgan paytda uni to'ldiradigan boshqa bir misollarni keltirishimiz ham uning ishonchlilik darajasini oshirishiga xizmat qiladi. Endi keyingi tushunchamiz bu hukm hisoblanadi. Endi hukm bular mulohaza ham deb aytib o'tiladi. Hukm bu predmetga ma'lum bir xossaning
munosabatning xosligi yoki xos emasligini ifodalovchi tafakkurning shakli bu hukm hisoblanar ekan. Endi hukm bu mulohaza deb aytib o'tdik. Aynan bizni mulohazalarimiz voqelikka mos kelish darajasiga ko'ra, bizning mulohazalarimiz voqelik, ya'ni bo'layotgan jarayonlarga mos kelish darajasiga ko'ra chin, xato yoki noaniq mulohazalarga bo'linadi. Endi chin mulohazada har doim chinligi isbotlangan chin fikrni chin deb tasdiqlovchi mulohaza chin mulohaza hisoblanadi. Yolg'onligi isbotlangan narsani yolg'on deb tasdiqlovchi mulohaza ham chin mulohaza hisoblanadi. Bu chin mulohazada. Endi yolg'on mulohaza qanaqa bo'ladi? Yolg'on mulohazada chinligi isbotlangan fikrni yolg'on deb tasdiqlovchi mulohaza yolg'on mulohaza hisoblanadi. Yoki yolg'onligi isbotlangan fikrni chin deb tasdiqlovchi mulohaza bu yolg'on mulohaza hisoblanadi. Uchinchi turi noaniq mulohaza ham. Noaniq mulohazada ayni vaqtda chinligi ham, xatoligi ham aniqlab bo'lmaydigan mulohazani biz albatta noaniq mulohaza deb ta'riflaymiz. Endi mulohaza o'zi predmetga ma'lum bir belgining xos yoki xos emasligini ifodalovchi tafakkur shakl dedik. Ya'ni mulohaza bu hukm. Aynan mulohazalarimiz, aniqroq qilib aytganda hukmlarimiz asosan darak gap shaklda ifodalanganligi va shu uchun ham ular ifodalanganligidan kelib chiqib tasdiq va inkor shaklda bo'ladi. Masalan, aynan mana shu jarayonga bir misol keltiradigan bo'lsak, bugun 3-juftlikda falsafa darsidan ma'ruza bo'lmoqda. E'tibor qiladigan bo'lsak, bu darak gap shaklda bo'lyapti va tasdiq pozitsiyada. Yana bir misol qilamiz. Oraliq nazorat olingan kuni darsga kelmaganlarning birontasi baho olmadi. Bu darakkab shaklda, lekin inkor pozitsiyada bo'lyapti. Ya'ni oraliq nazorat olingan kuni darsga kelmaganlarning birontasi ham baho olmadi. Bu darak shakldagi inkor, darakka va inkor shaklda namoyon bo'lyapti. Endi yuqorida aytib o'tdik, hukmlarimiz oddiy hukmlar va murakkab hukmlarga bo'linadi. Oddiy hukmlarda asosan oddiy hukmlar tarkibida asosan birdan ortiq hukmni ajratib bo'lmaydigan. Uning tarkibida asosan bitta hukm bo'ladi oddiy hukmda. Murakkab hukm tarkibida esa 2 va undan ortiq hukmlarga ajratish mumkin bo'lgan hukmlarni olishimiz mumkin. Misol uchun oddiy hukmga biz misol qilib oladigan bo'lsak, talabalar universitetga davomat uchun kelishadi. Bu oddiy hukm. Chunki talabalar bitta hukm, bitta narsa, ya'ni davomat uchun kelishlari haqida munosabat bildirilyapti. Murakkab hukmdachi talabalar universitetga davomat va baho olish uchun keladilar. Endi bu hukmni tarkibida ikkita narsa ham davomat uchun kelishadi, ham baho olish uchun kelishadi. Ya'ni buning ichida ikkita hukmi bor. Bu murakkab hukmga biz buni misol qilishimiz mumkin. Endi oddiy hukm turlarimiz ham, oddiy hukmlarimiz ham ikkita turga bo'ladi. Ikkita turi bor ekan. Bular sifatiga ko'ra, oddiy hukmlarning sifatiga ko'ra va miqdoriga ko'ra ham turlarga bo'lar ekan. Xo'p, ko'rib chiqamiz, sifatiga ko'ra qanaqa turlarga bo'linadi degan savol paydo bo'ladi. Albatta, sifatiga ko'ra tasdiq hukm va inkor hukmga bo'linadi. Misol uchun, Bahrom va 105-guruh talabasi. Bu tasdiq hukm. Inkor hukmiga misol qiladigan bo'lsak, hech bir yolg'on yaxshi emas. Bu inkor qilinyapti sifatiga ko'ra. Ikkinchisi bu miqdoriga ko'ra. Miqdoriga ko'ra 3 ta guruhga, 3 ta turga bo'linadi. Bular yakka hukmlar, umumiy hukmlar va juz'iy hukmlarga bo'linadi. Yakka miqdoriga ko'ra hukmlarimiz. Endi miqdoriga ko'ra yakka hukmlarga bo'linadi deb aytib o'tdik. Endi misol qilib oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi mustaqil davlatdir. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining mustaqil davlatligi bitta hukm ketyapti. Ahmedov tarixchi emas, bitta hukm inkor qilinyapti bunda, yakka hukmda. Endi umumiy hukmni oladigan bo'lsak, har bir inson baxtli bo'lishni xohlaydi. Endi bu yerda umumiy
umumga qaratilgan. Ya'ni har bir inson, barcha insonlar haqida fikr bildirilyapti. Har bir inson baxtli bo'lishni xohlaydi. Yoki yana bir misol qiladigan bo'lsak, hech bir aqlli odam vaqtini behuda sarflamaydi. Ya'ni hech bir aqlli odam deyilgan paytda hech kim degan ma'noni anglatyapti. Demak, bu ham umumiy hukm bildirilyapti. Hech bir aqlli odam vaqtini behuda sarflamaydi. Juz'iy hukmga misol qiladigan bo'lsak, ba'zi faylasuflar notiqdir. Bu yerda ba'zi juz'iy keltirilyapti. Hammasi emas, yakka yoki umumiy hammasi emas. Ba'zi faylasuflar notiqdir. Yoki ko'pchilik talabalar dangasa emas. Bu yerda hamma talabalar emas, ko'pchilik. Bu yerda juz'iy hukmda ma'lum bir qismi haqida fikr va munosabat bildirilyapti. Endi hukmning egasi bo'ladi va kesimi bo'ladi. Endi hukmning egasi bu subyekt. S harfi bilan belgilaymiz har doim. Hukmning egasini S harfi bilan belgilaymiz, subyekt. Hukmning kesimi yoki ikkinchi tushunchasi bu predikat hisoblanadi va buni P harfi bilan belgilaymiz har doim. Har doim hukmda ega va kesim bo'ladi. Ega uning subyekti, kesim esa uning predikati va P harfi bilan belgilaymiz. Har doim hukmdagi mulohazalar tasdiq mulohazalar yoki inkor mulohazalariga bo'lamiz. S teng P ga, ya'ni subyekt teng predikatga bo'ladigan bo'lsa bu tasdiq mulohaza, subyekt teng emas predikatga bo'ladigan bo'lsa bu inkor mulohazani har doim tashkil qilib keladi. Endi davom etamiz. Hukmlarning miqdor va sifatiga ko'ra birlashgan tasnif ham bor ekan. Shularni tahlil qilib chiqamiz. Endi miqdor va sifatiga ko'ra umumiy tasdiq hukmlari bor. Umumiy tasdiq hukmlarda hamma vaqt subyekt va predikat, hamma subyekt va predikat bo'ladi. Misol qilib oladigan bo'lsak, hamma talabalar mantiq fanini o'rganadi. Bu yerda hamma talabalar mantiq fanini o'rganadi deganda subyekt va predikat bir-biriga teng bo'lyapti. Yoki ba'zi talabalar mas'uliyatli. Bunda juz'iy tasdiq hukm bo'lyapti. Juz'iy tasdiq hukmda barchasi emas, ba'zi talabalar mas'uliyatli degan fikr keltirib o'tilyapti. Keyingisida umumiy inkor hukm ham bor. Umumiy inkor hukmda barchaga inkor qilinadi va bunda hech biri subyekt va predikat emas. Misol qilib oladigan bo'lsak, hech bir ishbilarmon rejasiz ish yuritmaydi va hech bir ishbilarmon rejasiz ish yuritmaydi deganda biz umumiy inkor hukmini bildirib o'tyapmiz. Va umumiy inkor hukmdan keyin juz'iy inkor hukmi ham bor. Ya'ni juz'iy inkor hukmda ba'zi degan so'z orqali biz ishlatamiz uni va ba'zi subyekt teng emas predikatga. Misol qilib oladigan bo'lsak, ba'zi talabalar sport bilan shug'ullanmaydilar. Buni biz ham juz'iy inkor hukmini ham ba'zi degan so'z bilan yasadik. Davom etamiz. Keyingi taqdimotimizda biz ajratib ko'rsatuvchi va istisno qiluvchi mulohazalarni ko'ramiz. Demak, bularga guruhimiz talabalaridan faqat 4 kishi musobaqada qatnashdi. Bu ajratib ko'rsatyapti. Faqat 4 kishi qatnashdi. Endi istisno qiluvchi mulohazalarda davrada yaqinlarimdan boshqa hamma bor edi. Bu istisno qiluvchi mulohaza. Demak, ko'rdik. Ajratib ko'rsatuvchi va istisno qiluvchi mulohazalarimiz bor ekan. Ajratib ko'rsatuvchiga guruhimiz talabalaridan 4 kishi musobaqada qatnashdi. Bu ajratib ko'rsatuvchi mulohaza. Istisno qiluvchi mulohazada davrada yaqinlarimdan boshqa hamma bor edi. Bu istisno shaklida yaqinlarini misol tariqasida keltirib o'tyapmiz. Endi predikat mazmuniga ko'ra oddiy hukm turlari, ya'ni predikat mazmuniga ko'ra oddiy hukm turlarini ko'ramiz va bular ham albatta 3 ta guruhga bo'linadi. Birinchisi atribut hukmlar. Aynan atribut hukmlarda
biror sinf yoki xususiyatning predmetga xosligi yoki xos emasligi qat'iy qilib ko'rsatiladi aniq faktlar orqali. Munosabat hukmlarida esa ikki va undan ortiq predmetlar o'rtasida muayyan munosabatlarning bo'lish yoki bo'lmasligi, o'sha munosabatlarning bo'lish yoki bo'lmaslik, shu ikkita narsa o'rtasida munosabat sodir bo'ladimi yoki sodir bo'lmaydimi degan savolga javob beradi. Eksistensional hukmlarda biror predmetning mavjud yoki mavjud emasligini ifodalovchi hukmlar, bular eksistensional hukmlar hisoblanadi. Endi davom etamiz. Hukmlarning modalligiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ularning modalligi oldin misolni aytamiz, keyin shu orqali tushuntiramiz. Misol uchun, ehtimol yomg'ir yog'adi. Bunda modallik yuz beryapti. Ehtimollik nazariyasi orqali asoslanyapti. Bunda hukmlarda predikatning subyektga tegishli yoki tegishli emasligi haqida fikr qat'iy, kuchli yoki qat'iy bo'lmagan holatda tasdiq va inkor shaklida ifodalanyapti. Ehtimol yomg'ir yog'adi. Bu tasdiq holatda. Ehtimol aniq emas. Yana bir misol keltiramiz. Balki yaxshi baho oladi. Olmasligi ham mumkin. Bu ham ehtimol orqali tasdiq yoki inkor shakllarni o'zi namoyon qilyapti. Endi mulohazalarimiz, ya'ni hukmlarimiz orasidagi munosabat, taqqoslanadigan mulohazalarimiz, ya'ni hukmlarimiz bor va taqqoslanmaydigan hukmlarimiz, ya'ni mulohazalarimiz bor. Taqqoslanadigan mulohaza va taqqoslanmaydigan mulohaza. Aynan taqqoslanadigan mulohazada umumiy belgilariga ega, mazmuni va hajmi jihatdan bir-biriga yaqin turgan mulohazalar taqqoslanadigan mulohazalar hisoblanadi. Taqqoslanmaydigan mulohazalar bir-biriga belgi jihatdan ham, kelib chiqishi jihatdan ham bir-biriga zid bo'lgan va ularni bitta joyga qo'yib ta'riflab bo'lmaydigan mulohazalar taqqoslanmaydigan va ular bir-biriga teskari shaklda bo'ladi. Ular bir joyga qo'yib bitta ta'rifni berib qo'shishning iloji ham yo'q. Shuning uchun ham ular taqqoslanmaydigan mulohazalar hisoblanadi. Endi mana bu jadvalda shunaqa bir taqqoslash keltirib o'tilganki, taqqoslash jarayoni ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni barcha talabalar a'lochi A1da. Keyingisida barcha talabalar a'lochi. Ikkinchisida hech qaysi talaba a'lochi emas. Bu taqqoslab bo'lmaydi. Endi biz hozir taqqoslaymiz. Ba'zi talabalar a'lochi. Bularda ba'zi talabalar a'lochi deganda biz bir-biri bilan taqqoslaymiz. Ba'zi talabalar a'lochi va barcha talabalar a'lochi. Bularni bir-biri bilan taqqoslasak bo'ladi. Yoki hech qaysi talaba a'lochi emas so'zini hech qaysi va ba'zi degan so'z bilan keltirilyapti. Hech qaysi talaba a'lochi emas hamda ba'zi talabalar a'lochi emas. Va mana shu ikkita tepa va pastdagi tushunchalar bir-biriga taqqoslanyapti. Davom etamiz. Endigi ko'radiganimiz mulohazalar orasidagi munosabatning turlari. Va bu munosabatlarning turlari qarama-qarshi munosabat, zidlik munosabati, bo'ysunish munosabati, qisman moslik munosabati hamda ekvivalent munosabatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Aynan davom etadigan bo'lsak, aynan oxirgi rejamizda endi xulosa chiqarish haqida to'xtalib o'tamiz. O'zi xulosaga ta'rif beradigan bo'lsak, u bir yoki bir necha hukmlardan muqarrar ravishda yangi boshqa bir hukmning keltirib chiqarishdan iborat bo'lgan tafakkur shakli bu xulosa hisoblanadi. Aynan xulosa chiqarish jarayoni asoslar, xulosa va asoslardan xulosalariga o'tishdan tashkil topadi. Ya'ni xulosalash jarayoni tashkil topish uchun avvalo unga asos kerak bo'ladi. Asos bo'lgandan keyin biz u asosni xulosalaymiz. Asos xulosa shakliga aylanib o'tadi. Aynan xulosaning o'zini ham 3 ta elementi bor. Bular xulosa asoslari, xulosa hamda mantiqiy ergashish hisoblanadi. Ya'ni mantiqiy ergashish bu asoslarning o'zaro va xulosa bilan mantiqiy aloqadorligi nazarda tutilyapti. Xo'p, xulosa o'zini holatiga ko'ra 3 ga bo'linadi. Ya'ni
xulosani o'zini biz chinlik darajasiga ko'ra o'sha guruhlarga bo'ladigan bo'lsak, xulosa chinlik darajasiga ko'ra zaruriy va ehtimoliy xulosa chiqarishga bo'linadi. Chinlik darajasiga ko'ra. Bu chinlik darajasiga ko'ra zaruriy va ehtimoliy xulosa chiqarishga bo'linish ham o'sha vaziyat va holatdan kelib chiqqan holatda amalga oshiriladi. Endi xulosa asoslarining soniga ko'ra, agar xulosa chiqarayotgan paytda asoslar soni ko'p yoki kamligiga qarab ham uni chiqarishimiz mumkin. Bevosita va bilvosita xulosa chiqarishga kabi ikkita guruhga bo'lishimiz mumkin. Uchinchisida fikrning harakat yo'nalishiga qarab. Harakat yo'nalishi qaysi tarafga qaratilgan? Ikkinchi tarafgami yoki ikkinchi tarafda turgan ma'lum bir jamoagami? O'sha ma'lum bir jamoa, ikkinchi taraf bitta shaxs bo'ladimi? Va mana shu yo'nalishdan kelib chiqqan holatda induktiv, deduktiv, analogik va analogik xulosa chiqarish kabi turlarga biz uni bo'lishimiz mumkin. Keyingi taqdimotimizda e'tibor qiladigan bo'lsangiz, xulosa chiqarishning asosiy turlari ko'rsatilgan. Va biz xulosa chiqarishning asosiy turlarini 3 ta guruhga bo'ldik. Bular deduktiv xulosa chiqarish, induktiv xulosa chiqarish va analogik xulosa chiqarish turlariga bo'ldik. Endi shularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchisi deduktiv xulosa chiqarish, ya'ni miqdoriy asoslarga ko'ra. Deduktiv xulosa chiqarishni o'zini ham biz ikkita guruhga bo'lamiz. Bular bevosita xulosa chiqarish va bilvosita xulosa chiqarish. Bevosita xulosa chiqarish jarayoni o'rtada hech qanday vosita yo'q. To'g'ridan to'g'ri xulosa chiqaramiz. Ya'ni bir asosdan xulosa chiqaramiz. Bevosita xulosa chiqarish jarayonida. Misol qilib oladigan bo'lsak, hamma oliygoh talabalari falsafani o'rganadilar. Biz bu yerda hamma oliygoh talabalari deganda aynan to'g'ridan to'g'ri, hech qanaqa bir vositasiz munosabat bildiryapmiz. Yana bir misol qiladigan bo'lsak, ba'zi falsafani o'rganadiganlar oliygoh talabalaridir. Bu bevosita xulosa chiqarilyapti. Endi bilvosita xulosa chiqarish, ikki va undan ortiq asoslarga tayangan holatda xulosa chiqarish, bu bilvosita xulosa chiqarish hisoblanadi. Misol qilib oladigan bo'lsak, hamma metallar issiqlik o'tkazuvchandir. Endi hamma metallar issiqlik o'tkazuvchandir deganda, bu yerda bitta metalga emas, barcha metallarga talqin yoki munosabat bildirilyapti. Bitta metal emas, barcha metallar. Yoki hamma metallar elektr o'tkazuvchandir. Hamma metallar elektr o'tkazuvchandir. Yoki hamma o'tkazuvchi metallar issiqlik o'tkazuvchidir. Endi biz xulosa chiqarayotgan paytda bevosita va bilvositani ko'rdik. Bevosita bitta asos bo'ladi, bilvosita 2 va undan ortiq bo'ladi. Metalning issiqlik chiqarishi haqida munosabatni ko'ryapmiz. Ya'ni metallar issiqlik chiqaradi, metallar elektr o'tkazuvchandir va metallar issiqlikni o'tkazuvchandir. Va aynan uning metalning o'zini funksiyasi hisoblangan o'tkazuvchanlik funksiyasini biz xulosa chiqarayotgan paytda uning tarkibida hozir 3 ta xulosani ko'rib chiqdik mana shu jarayonda. Bu deduktiv xulosa chiqarishda. Bevosita xulosa chiqarish jarayonlarini o'zi ham biz 4 ta guruhga bo'lamiz. Bular mantiqiy kvadrat orqali xulosa chiqarish, predikatga qarama-qarshi qo'yish orqali xulosa chiqarish, almashtirish va aylantirish orqali xulosa chiqarishdan iborat. Endi deduktiv xulosa chiqarishchi. Deduktiv xulosa chiqarish jarayonida deduktiv xulosa chiqarishning muhim xususiyati deyapti. Unda umumiy bilimdan juz'iy bilimga o'tishning mantiqan zaruriy xarakterga egaligida. Ya'ni uning tarkibida umumiy bilimdan juz'iy bilimga o'tish jarayoni aks etadi. Ya'ni umumiy bilim deduktiv xulosa chiqarish jarayonida umumiy barcha bilimlar yig'indisidan biz bitta bo'lagini, ya'ni bitta qismini olamiz va mana shu bitta qism orqali juz'iy munosabat bildiramiz, ya'ni juz'iy xulosa chiqaramiz. Bu deduktiv xulosa chiqarish hisoblanadi. Endi bilvosita xulosa chiqarishchi. Bilvosita xulosa chiqarish bu sillogizm ham deyiladi. Sillogizm ya'ni o'sha qo'shib hisoblash. Biz xulosa chiqarish jarayonida bilvosita, ya'ni qanaqadir o'rtada bir vosita orqali aynan o'sha narsa, predmet yoki hodisa haqida aynan munosabat bildirmaymizda,
o'sha narsani boshqa bir o'rtada bir vosita orqali xulosa chiqarishimiz uning bu bilvosita xulosa chiqarish jarayoni hisoblanadi. Endi sillogizm deb aytib o'tdik. Aynan sillogizmning o'zini ham umumiy qoidalari bor albatta. Bu qoidalar sillogizmda 3 ta termin, katta, kichik va o'rta terminlarga bo'linadi. O'rta termin hech bo'lmaganda asoslardan biri to'la hajmga olinishi kerak. Ya'ni o'rta terminda bittasi to'la hajmga ega bo'lishi kerak. Katta va kichik terminlardagi asoslarda har qanday hajmda olingan bo'lsa, xulosa ham shunday hajmda bo'lishi kerak. Ya'ni aytib o'tyapti, biz o'rta terminda, ya'ni o'sha sillogizmda 3 ta terminga bo'ladigan bo'lsa, katta, kichik, o'rta terminlarga o'rta terminni olayotganda, uni tarkibida qaysidir kattaroq yoki qaysidir kichikroq bo'lishi kerak. O'zi katta va kichik terminlarda o'zi albatta aralash holatda bo'ladi, katta va kichik holatlarda bo'ladi. Endi ikki inkor hukmdan xulosa chiqarib bo'lmaydi sillogizmda. Ikkita inkor hukm hech qachon xulosa chiqarishga asos bo'lmaydi. Har doim xulosa chiqarish jarayonida bitta tasdiq va inkor, bitta tasdiq va bitta tasdiq uning yoniga qarama-qarshi inkor bo'lishi kerak. Inkor va tasdiq birgalikda xulosa chiqarishga asos bo'lib xizmat qiladi. Endi davom etadigan bo'lsak, induktiv xulosa chiqarish. Induktiv xulosa chiqarish bu aynan empirik umumlashtirish shaklida sodir bo'lib, unda biror belgining ma'lum bir sinfga mansub predmetlarda takrorlanishi va shu asosda belgining mazkur sinfga tegishli bo'lgan barcha predmetlarga xosligi haqida xulosa chiqariladi. Induktiv xulosa chiqarishda. Va induktiv xulosa chiqarish ham to'liq induksiya va to'liqsiz induksiyadan iborat bo'ladi. To'liq induksiyada o'sha o'rganilayotgan predmet to'g'risidagi barcha ma'lumotlar uning tarkibiga kiritiladigan bo'lsa, to'liqsiz induksiyada esa uning ichidagi ayrim bo'lgan induksiyalarni keltirish orqali, hammasini emas, bir nechtasini keltirish orqali uning mazmun mohiyati ochib beriladi. Endi to'liqsiz induksiyada yuqorida aytganimizdek, statistik umumlashtirish, sanash orqali to'liqsiz induksiya yoki ommabop hamda ilmiy induksiya. Va aynan mana bularning tarkibining hammasida ham barcha detallar, analogiyalar keltirib o'tilmagan bo'ladi. Va bularning tarkibida o'sha umumlashganning ichidan olingan qaysidir bir qismi uning tarkibiga ko'rsatilgan bo'ladi. Davom etamiz. Analogik xulosa chiqarish. Analogiya bu o'zi moslik, o'xshashlik degan ma'nolarni anglatadi va bunda bevosita xulosa chiqarish turi hisoblanib, ya'ni to'g'ridan to'g'ri xulosa chiqarish turi hisoblanib, predmetning o'xshash xossalari asoslanib xulosa chiqariladi analogiyada. Va analogik xulosa chiqarish jarayonida hech qanday asos yoki boshqa qo'shimchalar bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri munosabat bildiriladi analogiyada. Va aytayapti, analogiyada biz predmetlarning o'xshash xossalarini asoslab xulosa chiqaramiz va shu orqali o'zimiz ijtimoiy hayotimizda, tabiatda, jamiyatda bo'ladigan voqea va hodisalar haqida o'zimizga kerakli bilimlarni miyamizda shakllantirib boramiz. Albatta biz bugun hozir yuqorida sanab o'tgan tushuncha, hukm, xulosa albatta bu ratsional bilishning asosiy shakllari hisoblanadi va insoniyatni mana shu hayot faoliyatida bilim olishda kerak bo'ladigan eng asosiy tushunchalar hisoblanadi. Bugun hurmatli tinglovchilar, sizlar bilan tafakkurning shakllarini o'rganib chiqdik. Menimcha bugungi bildirilgan ma'lumotlar foydali bo'ldi degan umiddaman. Tushuncha, hukm, xulosa mavzularimiz. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur.